hozirda ijtimoiy tarmoq hayotda mavjud bo'lmagan odamlardan to'lib ketgan. Va o'sha odamlar katta brendlar va reklamalar orqali oyiga 2-3 ming dollar daromad ham ko'rishmoqda. Mana shu videoni o'zida men AI model yaratib, ijtimoiy tarmoq uchun to'liq kontent tayyorlayman. Video so'ngida esa o'sha AI model bilan qanaqa qilib pul topish yo'lini ham o'rgataman. Siz esa like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. AI model yaratishda hamma qiladigan xato bu uni notabiiyligidir. Ya'ni hamma AI model yaratadi, lekin uni sun'iy intellekt yaratilgani bilinib qoladi. Shuning uchun siz to'g'ri sun'iy intellekt modeli va unga to'g'ri ishlatiladigan promptdan foydalanishingiz kerak. Men bu videoda Hixfield degan saytdan foydalanaman va promptlar uchun esa siz meni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Telegram kanal va saytning linki video opisiyatsida bo'ladi. Zo'r AI model yaratishning o'zi ikki xil yo'li bor. Birinchisi bu siz Pinterest orqali o'zingizga yoqqan qizni rasmini olib screenshot qilasiz. Masalan, Pinterest saytiga o'tsangiz, sizga mana qizlar chiqib keladi va o'sha qizlardan sizga qaysi biri masalan yoqsa, o'shani rasmini masalan screenshot qilib olishingiz mumkin. Buni bitta yomon tarafi bor. Agar siz shu yuzdan foydalansangiz va siz foydalangan yuz populyarni bo'lib ketib qolsa, bu qiz sizni sudga ham berishi mumkin. Shuning uchun biz bu videoda o'zimiz yangi qizni yuzini yaratib, uni modelga aylantiramiz. Uning uchun siz Hixfield degan saytga o'tib olib, bu yerdan image qismini tanlaysiz va image qismini tanlagandan keyin siz bu yerga o'zingizning rasmlaringizni generatsiya qilsangiz bo'ladi. Biz esa bu yerdan mana bu pastdan o'zimizni modelimizni tanlaymiz, ya'ni sun'iy intellekt modelini. Men bu yerdan Nano Banana Pro ni tanlayman va bu eng zo'r sun'iy intellekt modeli qachonki siz ultra realistik rasmlar yaratmoqchi bo'lsangiz. Xo'p, bu yerdan men Nano Banana Pro ni tanlab, o'zingizga xohlagan quality da, ya'ni men bu yerda masalan 4K qilmoqchiman, 4K ni tanlayman va bu yerga o'zingizning promptingizni joylaysiz. Masalan, bu yerda bu meni promptim. Bu prompt agar siz qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, aytganimdek o'zim Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Agar sizga ham xuddi shunaqa promptli rasmlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu promptni ChatGPT ga joylab, boshqa qizni o'zingiz xohlagan qizni tasvirlasangiz, bu xuddi shu stilda sizga prompt yozib beradi va agar siz xuddi shu stilda prompt yozsangiz, sizning rasmlaringiz ko'proq jonliroq, ya'ni natural ko'rinadi. Xo'p, men promptni joylagandan keyin generate tugmasini bosaman. Mana bu bizga xohlagan rasmni chiqarib berdi va bu rasm sizni birinchi marta ko'rganda juda ham chiroyli emas, qizga o'xshashi mumkin. Lekin bizga mana shu narsa kerak. Chunki buni ko'rsangiz, agar buni biz katta qilib ko'rsak, bu qizning o'zining yuzi juda ham tabiiyga o'xshayapti. Ya'ni mana ko'zining tagidagi qora joylarni ko'rishingiz mumkin, labidagi mana bu chiziqlar. Ya'ni bu qanchaki sizning modelingiz chiroyli emas, tabiiy ko'rinsa, u shunchalik natijaga erishish oson bo'ladi. Shuning uchun siz ko'proq chiroyga emas, tabiiy bo'lishiga harakat qiling. Meni promptimdan foydalansangiz, sizda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Keling, boshqa qizni yana generatsiya qilib ko'ramiz. Men uning uchun yana xuddi shunaqa stildagi, lekin boshqacha prompt foydalanib ko'raman. Mana menga ikkinchi rasmini tayyorlab berdi. Bu qiz ham chiroyli emas bo'lishi mumkin. Buni biz chiroyli qilishimiz mumkin, ya'ni promptlar orqali. Lekin bu ham juda ham tabiiy ko'rinyapti. Endi keling, bularni qanaqa qilib videoga o'zgartirishimiz mumkin. Endi qiladigan ishingiz bu siz mana shu o'zingizga yoqqan rasmni, ya'ni o'zingizga yoqqan AI modelning rasmini o'zingizga yuklab olasiz. Mana bu sketch tugmasi orqali o'zingizga yuklab olasiz. Keyin qiladigan ishingiz bu video qismiga o'tib, mana bu yerdan motion controlni tanlashingiz kerak. Motion controlni tanlagandan so'ng bu nima qilib beradi? Ya'ni o'sha yuzni olib, bizani karakterimiz orqali o'zgartirib beradi. Xo'p, bu yerdan siz nima qilishingiz kerak? Bu yerda siz qanaqadir bitta video joylashingiz kerak. Ya'ni hozirda Instagram yoki TikTokda qanaqa qo'shiq yoki qanaqadir bitta o'yin trend bo'ladigan bo'lsa, o'shani joylashingiz kerak. Men bu yerda mana bunaqa videoni olganman. Endi biz xuddi shuni biz yaratgan AI modelimiz face bilan o'zgartiramiz. Uning uchun siz mana bu yerga qaysidir trendni videosini joylaysiz va ikkinchi qismga esa rasmini joylaysiz, ya'ni o'zingizning AI model rasmingizni. Keyin esa bu yerdan pastga tushib, Scene Control degan tugmani bossangiz, bu yerda sizda ikki xil versiya bor. Birinchisi bu image, ya'ni bu sizning rasmingizdan olib qiladi, ya'ni orqa fon o'zgarmaydi. Ikkinchisi esa video, ya'ni orqa fon, ya'ni mana shu videoda qanaqa orqa fon turgan bo'lsa, o'shani oladi. Xo'p, keyin biz ikkalasini ham qilib ko'ramiz va ikkalasi qaysi birida zo'r chiqqanini keyin tekshirib ko'ramiz. Xo'p, menga mana ikkita video tayyorlab berdi. Keling, bitta ikkalasini ko'rib chiqamiz. Keling, endi ikkinchi versiyasini ko'rib chiqamiz.
Xuddi shunaqa qilib siz yo'q odamdan bor qilib influencer yaratishingiz mumkin. Xo'p, endi siz undan qanaqa pul topishingiz mumkin? Uning uchun siz Instagram yoki TikTok akkaunt ochib, unga o'zingizga qanaqadir bitta nickname o'ylab topasiz. Va har doim Instagram yoki TikTokda endi trendga chiqayotgan qo'shiqlarni, o'yinlarni olib, o'zingizni face swap qilib, ya'ni yuzini o'zgartirib qo'ysangiz bas. Yana bir sirni ochaman. Siz agar Hixfield degan saytga o'tsangiz, bu yerda Hixfield Earn degan joyi bor. Siz uni ustidan bosib, o'zingizni akkauntingizni registratsiya qilib olsangiz, Hixfield siz uchun pul to'laydi. Uning uchun siz video post qilganingizda hashtag orqali Hixfield deb yozib qo'ysangiz, bu sizga qanchadir summa sizga to'lab berishi mumkin. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.